Bugun sotuvda 1 emas, 2 emas. Bu haqida to'liqroq ma'lumot beradigan bo'lsak, birinchi Damas'imiz 2024-yil ishlab chiqarilgan. Kuzovlarda hech qanaqa kraskalari yo'q, kuzovlari top-toza, orqalariga tonirovkalar urib qo'yilgan. Undan tashqari 40 ming kilometrni bosib o'tgan yangi poliklar. Sidinalarning holati juda ham a'lo darajada, ichlari yomon bo'lib ketmagan, torpedkalarni ham ko'rishlar bo'ladi. Yaxshi holatda mashina. 2021-yil ishlab chiqarilgan. Ko'rib turganingizdek, mashinaning holati yaxshi. Bu mashinamizda kraska bor. Mana shu ikkita bu yoq va bu yoq krelollar o'rtadagi joyi almashgan, lekin ichiga o'tmagan mashinani. Undan tashqari orqa bagajda o'zi top-toza, bagajga hech qanaqa udar bo'lmagan, lekin mana shu joyda kraska bor. Yana to'liq ma'lumotni kelganingizda xudo xolasa batafsil etib o'tamiz. 2021-yil Damas'imizning ichiga sayohat qiladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, o'zining zavodskoy sidinalarida ozgina cho'kib qolgan o'rtasi, linoleumlari bor, boshqacha linoleumlar taqib qo'yilgan. Oldi konsollarning holati yaxshi. Akkuratni holatda turibdi, holatlari yomon bo'lib ketmagan, orqadagi sidinalarigacha komplektida turibdi. Hech qanaqa ishi yo'q, hattoki balonlarigacha yangi balon qo'yib qo'yilgan. Damas'imizda 2021-yil ishlab chiqarilgan, 82 ming kilometrni bosib o'tgan. Mashinamizda 2024-yil ishlab chiqarilgan, 40 ming kilometrni bosib o'tgan. 2024-yil ishlab chiqarilgan mashinamizda $6700, 2021-yil ishlab chiqarilgan mashinamizda siz kelin markabdan xarid qilish uchun $5400. Markabga keling, markabingizni xarid qiling. Markab esa har doim siz bilan.